Dadangizni yig'sam kerak a? Dadamni mast qilib olib kelaman. Dadangiz nepilcham ketganini bilib qolsalar-chi? Bildirmaymiz. Toshni shu uymi o'ynashdan bo'lgan? Ana shu yo'lda. Onang ham alla yotda mana. Xush kelibsiz, xush kelibsiz. Qanday dada? Xudo ikkitami deymi? Yo, ana o'qchanchdagi qarocha keliniz, unisi onasi. Masking yuvib keloymi sakaldi? Nima yuvganman dada? Bitta taklifim bor. Ha, nima taklif? Kelinni to'ydan keyin bir 5 kun ivitib qo'yasan, haymi sudalik so'qilib. Uning obu motorchiga o'xshaydi-ku. Yo'q, dada ishlatilmagan. Allama bacha. Ishlatilmagan. Deyman, doktorda aytsangiz bilan. Qaysi do'stam ish qilib? Anglay dedilarmi? Taylariz dedilar. Taylariz dedilar cho'qida. Biz chichib ketdi yuvib kelagan oloddanmiz. Men yuvmayman. Takras o'g'lim ham sassiqcharoqsiz ham qiz bir bijg'igan ekan, ana buzuka ko'z qo'yganday jalpaga. Endi xudo o'g'limiz sal dalbayob tobroq. E'tibor bermaydi. Kelinizdan dalbayob, ota Dubaychi kelinizdan. Lekin puli ko'p, uyi bor, mashina bor. Baxtli qiladi. Onasi-chi? Onasi ham Dubaychi ota. Uni ham puli ko'p. Ha, dadajon nima qiladigan bo'ldingiz, hay? Endi bacham, Ha, otajon. ona bacha ikkovi Dubaychi bo'lsa, chaqchag'ish chop bitta magazin tush. Nima uchun? 2 dona qara paketda ko'zni yumib uraveramiz.